Men sizni erim deb tanimayman, deb baqirdi ruhi. Ammo Rik Chomtxurining ko'zlarida qat'iyat bor edi. U bu qizni o'ziniki qilib qo'yishga qasam ichgan edi. Bir tomonda qo'rquv, boshqa tomonda ishonch. Va bu tun ularning ikkalasining hayotini butunlay o'zgartiradi. Keling, bu hayajonli va sirli hikoyani boshlaymiz. Akam, sening qo'lingdagi bu qiz kim? Deb so'radi Tritxa. Rik Chomtxuri engil kulib, ruhini qo'ltigida ushlagan holda uyga kirar ekan, dedi. Sening kelining. Muhim eslatma, avval Rikning familiyasi Sen edi. Sen o'zgartirilib Chomtxuri qo'yilgan. Xato va kamchiliklarni kechirib qoldiring. Agar xato bo'lsa, albatta ko'rsating. Bu so'zni eshitishi bilan Tritxa butunlay hayratda qoldi. Uning og'zidan avval hech qanday so'z chiqmadi. Keyin u baqirib hammani chaqira boshladi. Uning baqirigi bilan butun uy uyg'ondi. Birin-ketin hamma mehmonxonaga yugurib keldi. Simanto, Niharika, Mritxa hamma hayratda ko'zlari katta bo'lib qaradi. Rik ohista ruhini qo'ltigidan tushirib o'rniga qo'ydi. Ruhi uyatchanlikdan boshini egib turardi. Rik hammamga qarab tinch, qat'iy ovozda dedi. Sizlar hammangiz turmush qurishimni xohlardingiz. Shuning uchun turmush qurib qo'ydim. Mana bu mening xotinim, Ruhi. Hamma bir necha daqiqa jim bo'lib qoldi. Rik Chomtxurining oilasida 4 ta aka-uka bor. Rik Chomtxuri hammadan katta. Keyin Simanto. Yana 2 ta opa-singil, Tritxa va Mritxa. 2 yil oldin ota-onasi avtohalokatda vafot etganidan so'ng Rik bu oilaning boshligi bo'ldi. Simanto 1 yil oldin Niharikaga uylangan. Amaki va xolalari, amakivachchalari bor, ular alohida uylarda yashashadi. Avval Mritxa gapirdi. Rikka qarab u xafa ohangda dedi. Akam, bu to'g'ri bo'lmadi. Bunday katta voqeani bizlarga hech narsa demadingmi? Rik oddiygina javob berdi. Hammangiz turmush qur dedingiz. Shuning uchun turmush qurib qo'ydim. Bo'ldi, yana nima? Niharika endi mayin ovozda gapirdi. Yo'q, akam, bu haqiqatan ham to'g'ri emas. Siz juda katta biznesmensiniz. Sizning to'yingiz qarindoshlar, do'stlar bilan ko'tarinki, ko'rkam bo'lish kerak edi. Siz esa hech kimga aytmay jimgina turmush qurib qo'ydingiz. Mritxa birdan kulib yubordi. Uning ko'zlarida hayrat porlab turardi. Lekin, akam, sening tanloving ajoyib. Kelin senga juda mos tushadi. Kelin juda chiroyli. Rik ruhiga qarab gurur bilan kuldi. Mening xotinim chiroyli bo'lishi kerak-ku. Bo'lmasa qanaqa? Ruhining yonoqlari qizarib ketdi. U jimgina turib hammaning gaplarini tinglardi. Keyin Rik o'z oilasidagi barchani birin-ketin ruhi bilan tanishtirdi. Simanto, Niharika, Tritxa, Mritxa hamma yangi kelinni kutib olishga kirishdi. Birinchi hayratdan keyin uyda engil kulgilar va suhbatlar tarqaldi. Tun chuqurlashdi. Ovqat tugagach hamma o'z xonalariga ketdi. Uy endi sukunatga bo'gildi. Ruhi karavotning bir burchagida o'tirgan edi. Yuragi tez urar edi. Rik Chomtxuri hali xonaga kelmagan. Noma'lum qo'rquv va noqulaylikdan uning tomogi qurib qotib qolgan edi. U endi o'tira olmadi. O'rnidan turib xonaning eshigini ochib koridorga chiqdi. Katta saroyga o'xshash uyni ko'rib uning ko'zlari qamashdi. Marmar pol, kandillar yorug'i, qimmatbaho rasmlar va har bir burchakda yashiringan dabdaba hammasi uni hayratga soldi. Oyoqlari ozozidan oldinga yurdi. Yura-yura u katta balkonga chiqib qoldi. Bu yerda Rik Chomtxuri sigaret chekayotgan edi. Oy nuri uning o'tkir yuziga tushib, galati bir jozibali soya solgan edi. Ruhi sekin qadamlar bilan uning yoniga borib turdi. Rik yuzini burib uni ko'rib bir lahza qotib qoldi. Keyin bir tortishda ruhini o'z bagriga o'tkazdi. Ruhi turmoqchi bo'lganda Rik uni qattiq ushlab oldi. Ruhi ojiz edi. Rik Chomtxuri qiyshiq tabassum bilan so'radi. Meni sog'indimmi? Ruhi labini burishtirib dedi. Sizni sog'inishni o'ylab ko'rsam, ko'nglim ko'tariladi. Unda bu yerga nega kelding? Men bilan tun o'tkazishni istab chidolmayapsanmi?
Ruhi uyatchanlik va gazab bilan yuzini burishtirib dedi. Bunday galati gaplarni to'xtating. Men erim deb tanimagan odam bilan tun o'tkazish uchun bu yerga kelgan qiz emasman. Rik kulib sigaret tutunini Ruhining yuziga pufladi. Ruhi yo'talib bezovtalanib ketmoqchi bo'ldi. Lekin qila olmadi. Bir necha daqiqadan so'ng zo'rga uning yonidan sirgalib yoniga o'tirdi. Keyin dedi: "Nima yeyapsiz? Tashlang." Rik sigaretini tashlab jiddiy ovozda dedi: "Mayli, sigaret tashladim. Endi nima yeyishim kerak?" Mening ishtaham ochilib qoldi. Ruhi yuzini burishtirib dedi: "Hech narsa yeyishning hojati yo'q. Lekin mening bir narsani yeyishim kerak." "Nima?" Ruhining savoliga javob bermay u egilib Ruhining lablarini yalab oldi. Yumshoq, chuqur, hissiyotli opish bilan Ruhining butun tanasi titrab ketdi. Yuragi ko'krak qafasdan chiqib ketayotgandek edi. Noma'lum bir zavqli tuyg'u bilan tanasi isidi. Ruhi nima qilishini bilmay qoldi. U o'zini juda yaxshi his qilardi. Yana noqulaylik ham sezardi. Ruhi oxir-oqibat turtib uni itarib yubordi va yugurib xonasiga ketdi. Orqasidan Rikning chuqur, jozibali ovozi eshitildi. "Tayyor bo'l. Men kelyapman." Ruhi yugurib xonaga kirdi. Uning tanasi noma'lum his-tuyg'ular bilan titrar, quloqlari isib tomogi qurib qolgan edi. U tezda bir stakan suv ichdi. To'satdan Rik xonaga kirib eshikni qulflab qo'ydi. Ruhi qo'rquvdan orqaga chekindi. Rik asta-sekin ovchi nigohlari bilan unga qarab yurdi. "Nima bo'ldi? Nega orqaga chekinyapsan?" dedi Rik chomxuri qiyshiq tabassum bilan. Ruhi qo'rquv va uyatchanlik bilan dedi: "Yo'q, umuman yo'q. Yaqinlashmang. Yaqinlashsangiz tishlab qo'yaman." Ruhi o'z tishlarini ko'rsatib dedi: "Ko'ryapsizmi, bu katta-katta tishlar. Yaqinlashsangiz ular bilan tishlab qo'yaman." Rik kulib o'z lablarini ko'rsatdi. "Bu bosh lablarni ko'ryapsanmi? Yaqinlashganda ular bilan seni yanada chuqurroq opaman." Ruhi uyatchanlikdan qizarib dedi: "Opsangiz men sizni o'ldiraman. Bu qo'llarni ko'ryapsizmi? Bu qo'llar bilan ko'p odamni o'ldirganman." Rik ko'zlarini qisib dedi: "Bu qo'llarni ko'ryapsanmi? Bu qo'llar bilan tanangning har bir dyumiga o'z tegizimimni yetkazaman." Ruhi orqaga chekindi. "Men baqiraman." Rik kulib dedi: "Baqir xohlagancha. Bu xona shunday qilinganki, tomogingni yirtib baqirsang ham tashqarida hech kim eshitmaydi. Faqat sen va men bu tun." U birin-ketin qadam tashlab Ruhini ko'tarib karavotga qo'ydi. Ruhining ko'zlarida qo'rquv va hayratning galati aralashmasi. Rik uning peshonasiga ohista o'pich qo'yib mayin ovozda dedi: "Men yomon odam emasman, Ruhi. Seni xohlamagan narsaga majburlamayman. Lekin o'zimni qancha vaqt ushlab turishimni bilmayman. Shuning uchun tezroq meni erin deb qabul qil. Aks holda men ko'p azob chekishim kerak." Keyin u karavotdan yostiq olib divanga o'tirdi. Ruhi tikilib unga qaradi. O'z ichida dedi: "Men bu odamni juda yomon deb o'ylagandim. Lekin unchalik yomon emas-ku." Rik dedi: "Shunday tikilib nima ko'ryapsan? Uxla." Ruhi mayin ovozda dedi: "Sizni ko'ryapman. Mendek keksa odamni ko'rib nima foyda? Ko'zing yomon bo'ladi. Kechirasiz, sizni keksa deb atashim shart emas edi." Rik qiyshiq kuldi. "Kechirasiz deyish bilan hammasi to'g'ri bo'ladimi? Unda kechirishning to'g'ri usulini ko'rsat." U o'z labiga barmog'ini qo'yib ishora qildi. Ruhi yuzini burishtirib dedi: "Voy, qila olmayman. Unday bo'lsa kechirishning hojati yo'q." Uzoq ikkilanishdan so'ng Ruhi sekin o'rnidan turib divan yoniga keldi. Egilib Rikning labiga ohista o'pich qo'yganida Rik uni quchoqlab chuqur o'pishga botirdi. Ruhi qochishga harakat qilardi, lekin qila olmasdi. Uning tanasida elektr oqayotgandek edi. Bir payt Ruhi Rikning pastki labini engil tishlab oldi. Rik qo'yib yubordi. Labidan ozgina qon oqardi. Ruhi qo'rqib dedi:
Kechirasiz. Shuncha qattiq tishlaganimni sezmadim. Rik qiyshiq tabassum bilan dedi. Og'rigan joyga yana opich qo'ying. Shunda og'riq o'tadi. Ruhi uyatchanlikdan qizarib yana opich qo'yib dedi. Qallob, sizga boshqa hech qachon kechirasiz demayman. Siz shaytonning o'zisiz. Bu gapni aytib u tezda karavotga chiqib yotib oldi. Lekin uning labida hali Rikning issiqligi bor edi. Va ichida bir galati shirin tuyg'u uyg'ona boshladi. Uni hali o'ziga tan olishni xohlamaydi. Tun asta-sekin chuqurlashmoqda va ularning orasida ko'rinmas bir ip toqila boshladi. Xato va kamchiliklarni kechirib qoldiring. Savollar tomoshabinlar uchun. Sizningcha, ruhi oxir-oqibat Rikni eri sifatida qabul qiladimi? Uning his-tuyg'ulari qanday o'zgaradi? Rikning ruhiga bo'lgan munosabati bu haqiqiy sevgimi yoki faqat egallash istagimi? Rikning oilasi ruhini qanday kutib oladi? Ular o'rtasida qanday munosabat o'rnatiladi? Ruhi nima uchun Rikning qo'lidan qochishga harakat qiladi? U haqiqatan ham uni xohlamaydimi yoki faqat qo'rqqanmi? Keyingi qismda nima bo'lishini o'ylaysiz? Ruhi va Rik o'rtasidagi munosabat qanday rivojlanadi? Men sizni erim deb tanimayman, deb baqirdi ruhi. Ammo Rik Chonxurining ko'zlarida qat'iyat bor edi. U bu qizni o'ziniki qilib qo'yishga qasam ichgan edi. Bir tomonda qo'rquv, boshqa tomonda ishonch. Va bu tun ularning ikkalasining hayotini butunlay o'zgartiradi. Keling, bu hayajonli va sirli hikoyani boshlaymiz. Akam, sending qo'lingdagi bu qiz kim? Deb so'radi